Dunyoning eng tashlandiq shahri. Bu shahar atiga bir kunda bo'shab qolgan. Bu hamma bilgan Pripyat shahri. O'sha mashhur Chernobil. Joylashuvi esa Ukraina. Aholisi 49 ming kishini tashkil etgan. Asosan Chernobil Nuclear Power Plant ishchilari yashagan. Bu zamonaviy Sovet shahri bo'lgan. 86-yil 20-aprel sanasida Chernobil atom elektr stansiyasida 4 ta reaktor portlaydi. Radioaktiv moddalar atmosferaga chiqadi. Radiatsiya Hiroshima bombasidan 100 barobar ko'p tarqaganda hisoblanadi. 36 soat ichida butun shahar bo'shatildi. Odamlarga faqat eng kerakli narsalar olish aytildi. Ular ko'p buyumlarni uyida qoldirib ketgan. Bugun Pripyat 40 yildan beri tashlandi. Mashhur tashlandiq attraksion parki hali ham turibdi. Eng qiziq joyini qarangda, tabiat shaharga qaytgan. Bo'rilar, bug'ular, yovvoyi otlar radiatsiya zonasida yashab kelmoqda. Sizningcha agar odamlar qaytmasa, 100 yildan keyin bu yer qanday ko'rinishda bo'ladi? Kommentarda yozib qoldiring.